Salom do'stlar. Sizlar bilan Dilisi Akahmedov kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda Dream Liga Soccer 2026 o'yinida yangi qora kartali futbolchilarni qanday qilib olishni va tekinga legendarniy agentlar olishni o'rganamiz. Do'stlar, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Unda biz boshladik. Xo'sh do'stlar, bu qora mana shu o'yinchilarni qandaysiga olish mumkin? Do'stlar, bu o'yinchilarni olish uchun ular mana 3 soat bor hali va mana shu agentda bosasiz. Va bosganingizdan so'ng mana shu yerda mana shu chiqib keladi. Va do'stlar, tekinga olmaslik uchun sizlar yo hozir men sizlarga ko'rsataman. Yo onlayn o'ynaysiz yoki sizlar hozir sizlarga ko'rsataman. Dream Draft kelgan. Shu Dream Draftni o'ynab bemalol olishingiz mumkin. Yoki klanni har bitta o'ynaganingizda mana bu sovg'alar beradi va sovg'alardan birini yig'sangiz 25 ta va eng oxiri 10 million yig'sangiz 150 ta beradi. Va shular orqali sizlar mana shu player qora o'yinchilarni olib, legendarniy agentdan ochib, sizlar bemalol olishingiz mumkin. Do'stlar, kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Sizlar bilan ko'rishguncha, keyingi videoda uchrashguncha, xayr do'stlar. Free audio post production by alphonic.com.